Shuncha yillar o'tib ketdi. Burunqideklar o'xshash havodan nafaslanib, o'xshash quyoshga nazar tikib, o'xshash osmonga beqinib, kunlarga kunlarni ulab o'tib ketyapmiz. Bizning bu hayotdan kutadiganimiz nima? Hayotning bizdan kutadiganichi? Bizning hayotga beg'ishlaganimiz nima? Har qitim o'tmish bilan hozirning orasida kishanlanganimda yuragim alamlik tipirlab, ko'zlarim ixtiyorsiz puquldab, shabnam tomchilaridan marjon to'qishidi. Yuragim siqiladi, sig'inadi va hasrat aylaydi. Nechun demsiz? Chunki u mehr gullari po'raklagan haqiqiy hayotning shomi qilgan shu zeminlarga muhtoj bo'lsa kerak. Chunki u dag'dam atigi mingishga quchoq ocha oladigan, hayotning pishiga ching esilib, qo'lini qo'yib etishni zinhor qabul qilmaydigan sadoqatli yuraklarga ehtiyojli bo'lsa kerak. Qisqasi u ilgirki hayotning baxtini va taxtini qayta bir qo'lga ilishni istishi kerak.